Ventilyator juda ham tez ishlab o'chyapti. Buni pechka xladagendan tashqari yana bitta aybi bor, ya'ni nizkiy оборот, ya'ni kichik оборот qo'shmayapti. Skematik orqali hozir mana ventilyator 1 va 2. Bu высокий оборот, bu низкий оборот. Высокий оборotni qo'shamiz, ishlaydi. Komanda berdik. Ana endi o'chiramizda birinchi оборotni qo'shamiz. Komanda ketdi. Lekin mana rezistorda muammo bor. Rezistorga pitaniya bordi, relay qo'shdi, lekin ventilyator ishlagani yo'q. И дополнительный buni mana bu yerda chiqish nuqtasi bor. Kontrolni tekkizaman, yonmaydi. Bu bitni tekkizaman, yonib turadi. Ichkaridagi qarshilik ventilyatorda sekin ishlash tizimini qo'llab bermayapti. Hop, mana bu yangisi, bu esa eskisi. Razvonkada tekshiramiz. Endi bir tekkizlab qo'yaymi? Yo'q. Yangi rezistor uстановка bo'ldi. Biz ventilyator 1 komanda beramiz. Ishladi. Bu низкий оборот hisoblanadi. O'chiramiz. Высокий оборот. Yoqimsa, like.